bozorga chiqibdi qulpinay, yetkazdi xudodan aylanay, ilinib olvolay, onamni ko'rgani boraman. Ishlarim yo'limni to'ssa ham, poyimda tikanlar o'ssa ham, bir dasta gul olib bo'lsa ham, onamni ko'rgani boraman. Kirsam ham ikkita non bilan, bag'riga bosadi jon bilan, aytadi keldingmi jon bolam, onamni ko'rgani boraman. Onam, jon, onam, oq bulutday ko'nglim, oppog'im, onam. Assalomu alaykum barchangizga xayrli kechlar. Kunning 3-tabrigi bo'layapti. Pastdarg'om zamini Baxshoy mahallasi nasib bo'lsa bu yerda Sanobar ayamizni tabriklaymiz. Jondan aziz yaxshi ko'radigan barcha farzandlari tomonidan xursand qilamiz. Albatta, kim bilan? Siz bilan. Otamiz ham bor, Allohga shukr. Kelin, kuyov, nabiralari bor, Allohga shukr. Hammalari tomonidan tabriklab xursand qilamiz. Albatta, o'shaga siz bilan. O'sha gap, yaxshi niyat, bismillahdan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deya yaxshi niyatda kirdik, yaxshi niyatda chiqib ketaylik. Xo'p, endi assalomu alaykum barcha aziz onajonlarimizga, opa-singil, aka-uka, barchaga, tepadagi opa-singillarimizga ham, bu yoqdagi opa-singillarimizga ham, aka-ukalarimizga ham barchaga assalomu alaykum. Bugun mana shu fayzli xonadonning go'zal bir tabarruk maskanning go'zal sohibasi bor ekanlar. Bu inson Sanobar opamiz. Opaginam assalomu alaykum. Opam yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar a'lomi? Opa, bugun yoshingizni aytmaymiz. Yoshingiz sirligicha qoldi. Hattoki tortda ham qo'yilmadi. Chunki opa, siz har doim yosh ekansiz. Menga aytishlaricha, siz kirgan yoshingizga umuman o'xshamasganingiz, hattoki ko'chada yurganda qizlaringiz bilan yursangiz, bu sana opangmi deyisharkan. Opa, sog'i salomat bo'ling. Ilohim yosharib yuring, yasharib yuring, maza qilib yuring. Xo'p, endi Sanobar opa, Zuhriddin akam aka keldi. Yo'q, ukasimi? Akasi qani? Akaga video qaratdinglar. Keladi. Ha, mayli, kesildi. Qaynog'asi bilan. Ha. Zuhriddin akam kelsalar, muhimi sog' bo'ling, birga baxtli bo'linglar. Xo'p, Sanobar opa, bugun bizani kim chaqirdi, bilasizmi? Kim? Bilmasam. Sir. O'g'illarim bor, qizlarim bor, nevaralarim bor. O'g'ilcha. Xo'p, o'g'illarim bor, qizlarim bor, kelinlarim bor, nabiralarim bor deya javob berdilar. To'g'ri, albatta. Xo'p, Sanobar opamizni tabriklab bizga murojaat aylagan insonlar birinchi o'rinda albatta bizning umr yo'ldoshingiz Zuhriddin akam boshchiligida farzandlaringiz Nigora opamiz, Ma'rufjon akamiz, Mehrodiddin akamiz, Muxlisa opamiz hamda Munira opalarimiz nomidan tabriklaymiz va albatta kelin, kuyovlar, nabiralaringiz barchalari tomonidan sizni bugungi ayyom bilan tabriklaymiz. Endi Sanobar opa, mana siz bitta emas, ikkita emas, naq 5 ta farzandni katta qilgan ona, 3 qiz va 2 o'g'il. Onajon, men sizni bolalaringiz bilan gaplashdim, bolalaringizdan so'radim. Onam qanday insonlar, qayerda ishlaganlar, nimalar qilganlar va sizlar qanday o'tgan bolaligingizni, qanday kechdi hayot desam, aytdilarki, avvalosi dedilar, ayajonim hech qayerda ishlamaganlar. O'zlarini butun boshli ota keling. Keling, ota keling. Bitta qarsak bilan.
aka yaxshimisiz? Sarsamaysiz, ilohim Allohim mehribon balohida bo'ling, boringizga shukr. Bugun sizlarga ta'rif ko'p. Va mana bolalaringiz bilan gaplashganimda qisqasi aytdilarki, biza uchun, farzandlar uchun onajonim deydilar, o'zlarini butun boshli nima deydi bir, ya'ni yoshlikda har bitta insonni bitta niyati bo'ladi-da, katta bo'lsam shu ish qilaman, shunaqa inson bo'laman degan niyati bo'ladi-da. Jonim lekin erga tekkandan keyin farzandli bo'lgandan so'ng bo'ldi, ayam hech qaysi orzu havasini yoddan chiqarib, bor e'tiborini bolalariga qaratib, ro'zg'origa qaratib, otamga zo'r qarab, bolalariga zo'r qarab, ayajonim ro'zg'ori 5 qilganlar, balki 10 qilganlar. Ayami Allohga shukrlar bo'lsinki, bitta onani mehrini qanday olish kerak bo'lsa, hamma mehrini biz onamdan oldik, ayamdan oldik. Dadamdan oldik mehrini. Dadam umrlari mehnatda o'tdi desak, biz umuman xato qilmaymiz. Dadajonim mehribonim har doim mehnat qildilar, kim uchun? Farzandlari uchun, bola chaqasi uchun. Mana shu 5 nafar bolani hech qaysini kam qilmaslik maqsadida dadam umrlari mehnatda o'tdi. Otasiga ham rahmat, sog' bo'ling, boringizga shukr. Qilgan mehnatlaringiz uchun, qilgan har bitta ishingiz uchun, farzandlaringizni bekam ko'z hayoti uchun sizga otajon, ya'ni ki Zuhurdan aka sizga ham rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi Sanobar opa, haqiqatda mana qizlaringiz, farzandlaringiz aytdiki, ayajonim haqiqatda zo'r insonlar, aya yaxshi insonlar. Dunyodagi eng yaxshi aya, dunyodagi eng yaxshi dada bizani aya dadamiz. Biz uchun shunday. Biza deylar farzand bo'lib ota-onamga ko'p ishlar qilmaganimiz ham mayli. Ko'p chiroyli gapirmaganmiz hattoki deyapti-da. Biz bilmadim, dadam yoniga kelsak ham, ayam yoniga kelsak ham ichimizda hozir boraman, shuni gapiraman deb boraman, lekin borgandan keyin hayotda gapira olmaymiz. Dadamga ham, ayamga ham gapira olmaymiz. İçimizda shunaqangi muhabbatimiz ko'p deyaptilar, lekin ayta olmaymiz. Biron marta bir shirin gapirmabmiz deylar. Ana farzand bo'lib hech narsa qilganimiz yo'q. Yaxshi ham gapirganimiz yo'q deyaptilar. Biz ayamizni ham, dadamizni ham juda yaxshi ko'ramiz. Ular bizning borligimiz. Men hozirga aytaman deylar, lekin ota-onam yonida shu gapni ayta olmayman deylar. Chunki ular tarbiyani boshqacha bergan. Ota-ona kimligini o'rgatgan. Ota-onam yoniga kelsak bizdan titratadi kerak bo'lsa. Biz cho'chib turamiz, chunki ota-ona hurmat qilamiz. Ularni yaxshi ko'ramiz, boriga shukr. Ayajon darajon rahmat sizlarga hammasi uchun. Ayajon bergan mehringiz, bergan e'tiboringiz biz uchun kerak. Biz tun kun bedor kechalar, uxlamagan kechalaringiz uchun, biz uchun yugurib, yurib, yelgan kunlaringiz uchun, bolam deb tinmaganingiz uchun, beminnat mehr bergan har bitta oshnoningiz uchun, oq sutlaringiz uchun onajon, bedor kechalar uchun hammasi uchun sizga rahmat deyman. Siz dunyodagi eng yaxshi onasiz. Bergan mehringizdan biror marta biz uchun nima deydi? Bergan mehringizni talab qilmadingiz. Men sizlarga shuncha mehr berdim, qani sizlarda mehr demadingiz. Biz yaxshi gapirdikmi, yomon gapirdikmi, bolam deb boshimiz siladingiz. Siz tinimsiz yaxshi gapirdingiz, lekin biz yaxshi gapira olmadik, lekin meni yaxshi ko'rdingiz. Mehr berdingiz. Onajon sizga rahmat. Ko'p narsa qilgansiz biz uchun deyaptilar. Ko'p narsa qilgansiz. Uni aytsak, ertalabgacha aytib chiqamiz deyaptilar. Bizning kunlarimiz ko'p. Bittamiz kasal bo'lsak, onam umuman uxlamasdi. Umuman uxlamasdi onam. Dadam xuddi shunday. Bolasi uchun har nimaga tayyor. Bittamiz to'y bo'lib uzatilganimizda qanchalik ko'z yosh bilan uzatganlar. To'g'risi. Onam eng zo'r ona dedilar. Onajon sizga rahmat hammasi uchun. Shunchaki sog' bo'lsangiz bo'ldi. Ona bitta sizga chiroyli satrlar o'qib bersam maylimi? Sizga emas, ota-onam uchun o'qib beraman. Ham sizga, ham otamga. Bizga dunyo kerak emas. Bizga dunyo kerak emas, biror mansab shart emas. Yonimizda turgak doim dadajonim, onajonim bo'lsangiz bas. Kelsa kelsin qayg'u ham, hech biri bilcho't emas. Faqat birga men bilan dadajonim, onajonim bo'lsa bas.
hayot go'zal do'stgina bo'lunchalik yomon emas. Ne bo'lsa ham yonimda danajonim onajonim bo'lsa bas. O'zga yurtda yoki chetroqda bo'lsam gar duo qilib hech tinmas. Ne bo'lishini bilmayman. Allohim iltimosim yonimda ota-onam danajonim ayajonim bo'lsa bas. Bizga qo'ygan kerak emas. Bizani yuvib taragan shu kunga yetib kelgan ota-onam bo'lsa bas. Qolgan hammasi kopeyka ikkinchi o'rinda. To'g'risi, menda hech kim xafa bo'lmasin. Biz uchun ota-onamiz har doim birinchi raqam. Chunki ota-onamdan so'rab siz uchun kim birinchi raqam desak, bolalarim deydilar-da. Bolalarim deydilar. Sizlarga rahmat. Endi hozir ayajon sizga bitta chiroyli gul olganlar. Bu gul ona jivoy emas, sun'iy. Men so'radim, nimaga sun'iy oldingiz desam aytdilarki, biz xohlamaymiz. Jivoy gul olamiz so'liydi. Xuddi shuni onam ham so'lishini xohlamaymiz. Buni bersak, parvarish qilsak, ochilib turadi-da. Tozalab tursak, ochilib turadi. Onam ham xuddi shunday biz mehr bersak, yaxshi gapirsak, onam kulib quvonsinlar, ochilib yursinlar. Onam ham so'liganini ko'rmaylik deydilar. Onajon sizga gullar muborak bo'lsin deymiz, qarsangiz bilan. Muborak bo'lsin. Mana faqat o'tlar, mana borimcha ko'rar qirolicha, qirolicha, qirolicha. Bu mana onam bo'lar qirolicha. Ona shu ko'p gapiravermadimmi? Hammasi yaxshimi ona? Onam rizo bo'lsin. Onajon endi yana bir sovg'amiz bor sizga. O'zi to'g'risi bugun farzandlaringiz gap ko'p. Mana shu bolalar qani, qizlaringiz qanalar? Mana qizlar shu yerda-ku. Bular o'zi gapirmaskanmi bular? Bular bir gapirtiring, ertalabgacha yig'lab chiqasizlar bor-ku. To'g'risida. Bu bolalar sizlar juda yaxshi ko'rar ekan, faqat pinhon yaxshi ko'rishar ekan. Albatta umrlaringiz uzoq bo'lsin. Onajon, mana sizni yashiribdilar haqiqatda yoshingizda. Bugun mana onam 45 ga kirdilar deydilar. Har doim mana shunday yillar kelasi yil kelsak 25 qo'yib qo'yinglar mayli. Xudo xohlasa, ota. Yaxshi kun ham boray bo'lsin, tug'ilgan kun ham boray bo'lsin, chiraganasi yaxshi niyatda. Ema boray bo'lsin. Yana bitta narsa sal qoldi yodimdan chiqishiga. Hadicha, qani Hadicha bonu singlimiz? Hadicha. Qani? Shu yerdami? Hop. Bu ham chaqaloqcha emas, bu ham o'zi katta qizcha bu endi. Birga kirdi bu katta qiz bu o'zi. Hop. Hadicha singlimizni tabarruk 1 yoshlar bilan tabriklaymiz va u kishini ayasini ham tabriklaymiz albatta. Farzand katta bo'lsa, eng ko'p baxtli bo'ladigan bu ota-ona bo'ladi-da. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Hozir Hadicha singlimizga siz kimlari? Amma jonlar tomonidan ajoyib bo'lgan sovg'amiz bor. Hadicha singlimizga tilozaraklar va albatta onamga kiyim berasiz, birinchi singilchamga beraylik. Hadicha singlimizga tilozaraklar amma jonlar tomonidan albatta muborak bo'lsin. Endi albatta onajonlariga farzandlari tomonidan taqdim etiladi tilla komplekt, tilla uzuklar albatta onajonim muborak bo'lsin.
Borim ham indamay tursin. O'rningiz hech kim bosolmas. Sizni hech alishib bo'lmas. O'rningiz hech kim bosolmas. Sizni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar. Qirolicha, 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 bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha, qirolicha. Uni hech alishib bo'lmas. Xo'p, meni hozir Sanobar onajonimni mana hamma qo'ldan kelgancha tabriklar bilan, mehrli quchoqlar bilan tabriklab qo'ydilar. Endi bo'lmasa hozir Sanobar onajonimni tabriklash uchun yana kim bo'lsa, talabgor bo'lsa, so'z navbatini beraman. Kim gapiradi? Kim tabriklaydi? Bormi? Ota o'zi gapirasizmi? Mayli, Feruza xola kim o'zi? Mana. Apam. Marhamat. Qaynopasi. Qaynopa. Avvalambor xush kelibsizlar. Hammalaringga rahmat. Mana shu ukamni umr yo'ldoshi, kelinimiz, onamiz o'rnida onamiz bo'lgan. Mana bu ukam bizga ota o'rnida ota bo'lib kelyaptilar. Necha yillardan beri iloyim ikkalalari qo'sha qarisizlar. Hamisha farzandlariga bosh qosh bo'lib yursin. Qizlari borgan joyga tosh bo'lib, oy baxtli oydin taxtli bo'lib, hamma vaqt farzandlarini baxt kamolini ko'rib yursin. Mana jiyanim Mehrojjon ham kelinimiz bilan qo'sha qarib, mana iloyim ota-onasiga bir umr xizmatkor bo'lsin. Mana jiyanim hozir leytenant mavqeida majburiy ijroda ishlayapti. Iloyim jiyanimni martabasi ulug' bo'lib, general martabasiga yetib, el xalqning xizmatida, hurmatida yuradigan, el sevar, xalqparvar, saxovatli boylar qatoridan bo'lishdi. Hamisha Allohdan so'rab qolaman. Hamma vaqt ukam xonadonda ana shunday yaxshi kunlar bo'lsin. Topgani xalqqa, elga, qarindosh urug'ga chiroyli qilib dasturxon yozib, to'yxona murodxona qilib, hamma vaqt farzandlarini, nabiralarini baxti kamolini ko'rib yurishdi. Alloh nasib ro'zi aylasin. Hammalaringga rahmat. Ilohim hammalaring sog' omon bo'linglar. Mana shu ukamni xonadonda faqat tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Kelinimiz ham Allohning bergan umrini yashab o'tsin. Tani joni sog' bo'lsin ilohim. Dunyoda nimaiki yaxshi niyat, yaxshi tilaklarda Allohdan so'ragan bo'lsa, qodir ekan Allohning niyatlariga yetkazdirib yursin. Yana nima deydim? Tug'ilgan kunlar chaqalog'imizga qutlug' bo'lsin. Halicha mana shu onasi, bobosiday baxtli, saodatli, dadasiday o'qimishli, yaxshi inson bo'lib voyaga yetsin ilohim. Sizlarga ham rahmat, hammalarning xonadonlaringlar haqida yaxshi kunlar bo'lsin. Sog' bo'linglar. Albatta, opa sizga ham rahmat bildirilgan har bitta chiroyli so'zlar uchun, chiroyli gaplar uchun. Albatta, muhimi yurakdan gapirganingiz yuzingizdagi kulgudan ham albatta ko'rindi. Shunaqa joni jigarlar ilohim ko'paysin. Rahmat, boringizga shukr. Haqiqiy o'rnak, yosh avlod uchun haqiqiy o'rnak. O'zidan kichkina bo'lsa ham birlarini dada, birlarini ona o'rinda ona deyaptilar. Albatta, sog' bo'ling. Boringizga shukr. Xo'p, bormi yana tilakdoshlar, gapiraman deganlar bo'lsa, Yugura kim gapiraman?
Gapirasizlarmi? O'g'lini chaqiringlar, o'g'lini chaqiring. Farqi, chaqirsak chaqiraveramiz. Efroshki. Hadi Mahmud'a vur. Kim? Akalarni yo'lchangda. Xo'p, kimga so'z beray bo'lmasa? Keling bunday qilamiz. Behro'z akaga so'z beraylik. Indamay o'tiribdilar-da. Behro'z aka? Ikki ovoz aka keling. Keling aka. Xo'p, ismlar nima? Ashiroy onajonim so'z navbati. Gapiring. Onalar. Ayajonimiz ayajonlari, marhamat. Ayajonlar. Yaqinroq, yaqin. Mana bugun mana qizimizni farzandimizni tug'ilgan kunlari ekan. Yuzlarga kirsin. Xo'jaylari bilan qo'shganlari bilan qo'shsha qarisin. Ana o'g'illari ham qo'shganlari bilan qo'shsha qarisin. Hamisha sog' salomat o'ynab kulib yursin. Boshqa gap yo'q. Rahmat. Xo'p, bo'lmasa hech kim gapirmoqchi emas, majburlash yo'q. Bo'lmasa hozirgi so'z navbati Zuhriddin akam o'ziga bo'ladi. Bitta ahli yo'llarini tabriklab qo'yadilar. Marhamat, so'z navbati umr yo'ldoshlari Zuhriddin akamizga. Assalomu alaykum. Oilasiga rahmat kelganingiz uchun. Nima deyman? Umr yo'ldoshim uzoq umr ko'rsin. Balalarni boshiga nevaralarni. Boshiga. Avvalo meni o'zim uchun baxtimga sog' bo'lsa. Siz ham sog' bo'ling. Nima deyman? Ham shu yonimda tursin. Shuni aytdim. Umrimiz oxirigacha yonimda tursa bo'ladi. Shu uchun menga baxt shu. Rahmat. Sanobar opamiz o'zlariga so'z navbati bo'ladi. Bizani chaqirgan farzandlariga otani qarang, oxirida chiroyli gapirdilar. Mana baxtimga sog' bo'lsin bo'ldi dedilar. Albatta endi sizdan ham shunaqa javoblarni kutamiz. Marhamat, Sanobar opa. Assalomu alaykum. Sizlarga kelganingiz uchun hammalaringizga rahmat. Balalarim hammasi tinchlik, sog'lik bo'lsin. Hammasini xonadonda katta to'ylar bo'lsin. O'g'illarim ham kelinlarim bilan qo'sha qarisin. Qizlarim ham kuyovlarim bilan qo'sha qarisin. Mana shu turmush o'rtog'im bilan baxtli, saodatli yashaying. Nevara chevaralarimni huzurginasini ko'rib yurish. Allohimdan so'rab qolaman shu. Rahmat, zo'r. Javobni zo'r bo'ldi, chiroyli gapirdilar, yaxshi gapirdilar. Albatta hayajon bo'lsa ham bildirmaslikka harakat qilib gapirdilar. Albatta opajonim Sanobar opa hamda Zuhriddin aka, avvalo yana bir bor sizlarni tabriklaymiz. Bunaqa kunlar ko'paysin, shunaqa yaxshi chiroyli uylaringizda katta to'ylar berish ilohim nasib qilsin. Nabira to'ylar, o'g'il to'ylar, soch to'ylar, qisqasi ko'p. To'y ko'p, o'zbekimda to'y ko'p ilohim. Har kuni kelayapsiz to'yda. Har bitta yaxshi kuningiz o'tsin. İnşallah sağ olun. İnsan boyib kelsa nima qiladi? Bosib yotmaydi-ku. To'y qiladi faqat. Yo'q, boyib keting aka. Allohga o'zanda beramaymiz bir deganda beradi. Albatta sog' bo'linglar. Bo'lmasa yaxshi kunlarda chiroyli qilib rasmga olsak, fotosessiya qilsak, undan so'ng albatta o'yin kulgi qilamiz. Maza qilib raqslarga ravmaylaymiz. Gapirmaganlar endi hatto bir raqsga tushsa kerak. Navbat rasmga marhamat. منم عاشقی حیرانم گرفتار تو دیوانم
Sevgi gülçeleri
Leyla, 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 hey,
Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunaqa yaxshi kunlarda, quvonchli kunlarda ilohim ko'rishlik sizni bizga nasib o'zi. Yana bir bor bugungi ayyomdan barchalaringizga tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.